15 emas, 17 ku. Hozir sizlar bilan hisoblashga doir misol ko'rib chiqamiz. Bizga mana shunaqa ko'rinishdagi misol berilgan bo'lsin. Birinchi qiladigan ishimiz 15 ni 3 ko'paygan 5, 35 ni 5 ko'paygan 7, 63 ni 7 ko'paygan 9 va hokazo 255 ni 15 ko'paygan 17 ko'rinishda yozib olamiz. Undan keyin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, kasrlarimizni mahrajidagi sonlar 2 ga farq qilyapti. 2 ni chiqarib olamiz qavsdan tashqariga. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 va hokazo plus 1 taqsim 15 minus 1 taqsim 17 ko'rinishida yozib olamiz. Keyin bularni qisqartirib tashlaydigan bo'lsak, bizda 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 15 emas, 17 ku. 17 ko'rinishiga keladi. Bularga mahraj beramiz. 1 taqsim 2 ko'paygan mahrajda 51 suratida 17 minus 3. 1 taqsim 2 kira 14 taqsim 51. Qisqartiramiz 7 taqsim 51.